masala shartiga ko'ra bizga bir tekis zaryadlangan tekislik berilgan bo'lsa, ya'ni u sirti bo'ylab bir tekis zaryadlangan. Bu tekislikning yaqinida Q nuqtaviy zaryad joylashgan. Bu tekislik atrofidagi elektr maydonni tekislikka yaqin nuqtalarda bir jinsli deb qarash mumkin. Bir jinsli deb qarash mumkin va bu nuqtaviy zaryad bir jinsli elektr maydonda joylashgan. Agar zaryad elektr maydonda joylashgan bo'lsa, bu zaryadga elektr maydon tomonidan kuch ta'sir qiladi. Kuch. Bu kuchning qiymati F barobar QE ifoda yordamida aniqlanadi. Bu yerda Q o'sha zaryadchaning zaryadi, F unga ta'sir qiluvchi kuch, E esa zaryad joylashgan nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligi. Bu elektr maydonni tekislik hosil qilmoqda. Agar tekislik qaralayotgan masalada juda ham katta bo'lsa, uning atrofidagi elektr maydon kuchlanganligini E barobar sigma taqsim 2 epsilon 0 ifoda yordamida aniqlash mumkin. Bu yerda sigma tekislikdagi zaryadning sirtsichligi, epsilon muhitning dielektrik singdiruvchanligi, epsilon 0 esa elektr doimiysi 8,85 10 darajasi minus 12 farad taqsim metrga teng. Bizdan o'sha tekislik qanday sirtsichligi bilan zaryadlangani so'ralmoqda. Ikkinchi ifodani birinchi ifodaga olib borib qo'yamiz. Bundan sigmani topsak, epsilon 0 F taqsim Q'ga tengligi kelib chiqadi. Ya'ni bu o'sha zaryadlangan tekislikning sirtsichligi hisoblanadi. Ya'ni zaryadlangan tekislikdagi zaryadning sirtsichligi hisoblanadi. Bu ifodaga masala shartida berilgan son qiymatlarni qo'yib, buning sirtsichligining son qiymatini aniqlab qo'yamiz. Epsilon masalada muhit aytilmagan, bunday holatda havo yoki vakuum deb qaraladi. Vakuum uchun epsilon 1 ga teng. Q 1 mikrokulon, ya'ni 10 darajasi minus 6 kulonga teng. F'imiz esa 60 milli newton. 60 ko'paygan 10 darajasi minus 3 newtonga teng. U holda sigma barobar 2 1 8,85 ko'paygan 10 darajasi minus 12 taqsim 12 ko'paygan 60 ko'paygan 10 darajasi minus 3 10 darajasi minus 6. Bundan zaryadning sirtsichligi sigma barobar 1,06 mikrokulon taqsim metr kvadrat ekanligi kelib chiqadi.